Sizni sportga olib kelgan asosiy sabab nima edi? Kim ta'sir ko'rsatgan? Bizda yoshligimizda ota-onamizni ko'chasiga ketardik, chaqirsandik, nima qilasan, ko'chada nima bor? Nimaga yashasan ko'chada deyishardi. Keyin ikkita qo'y, ikkita mol olib berishdi. Bor dalaga chiqib mollarni olib kelgan. O'shanda bo'sh vaqtning rasmini yozadilar. Chiqdik dalaga o'rtoqlarim bilan. Endi zerikish bo'ladi va hammalar o'tirganda bolalar o'tirardi, shug'ullanardik sport bilan. Bir-birimizga o'zimizni nimadir qilib ko'rardik, nimadir o'xshab qolarmaganda. Janjallashib ko'rib, qanaqadir tryuklar kim katta javchalariga bormaymiz. Tryuklar ko'rganmiz o'zimizcha. Ketib qolgan molni hammaga qaytarib olib keladi. Yana yig'iladi molda, yana davom etadi boshqa anaqaga. Zo'r-ku bu. Keyin sport maktabi ochildi mahallamizda. Keyin o'rtoqlarim aytdi, qani borib boramiz dedi. Kim qaysi sportga tortishini ketdilar. Bordik, ko'rdik. Menga o'zimga ko'proq oyog'im yaxshi ko'targan, chap oyoq. Keyin qarasam taekvondo sporti menga ma'qul. O'zimni qo'shni og'ayni qaradi, menga boks tortarkan dedi. Boks